Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Ayşe xonimdan Allah razı olsun. Hozir Ayşe xonimning so'zini anglab chiqdim. Maşallah. Ayşe qarindoshimizmi shu to'y ishlari uchun haqiqatan oldingi safda minib nihoyatda yaxshi xizmatlarni qilyotidi. Ayşe xonim, Guljanat xonim, Altunay singlimiz hammanglardan Allah razı olsun. Endi bu sharafli xizmat hammamizning xizmati. Şu biz hayatlarning lam xizmati emas, farzandlar millatning farzandi, millatlarning yuzi kulsa, millatimizning ballarning baxti ichilsa, hammamizning baxti ichilganga barobar bo'ldi. Chunki biz o'lib ketsak, bizning izimizni besib, bizning tilimizda so'zlay oladigan, bizning dinimizni taqita oladigan, bizning madaniyatimizni yashab, tunutib, Uyg'urlikni saqlab qola oladigan, ya'ni shu bizning Uyg'ur avlodlarimiz. Shuningga bu masalaga Ayşe xonim degandek sal qarmay, bu atrofimizdagi shu to'y qilishga ishi to'shab, charsiz qilayotgan qarindoshlar bo'lsa, savob bo'ldigan ish, bu bir cho'ng savoblarning biri. Tavsiya qilib qo'ysanglar, shu qarindoshlar bilan qaysi hayat bilan aloqalashsa, hammamiz qo'limizdan kelishicha yordamchi bo'lamiz inshaalloh. Endi shu nikoh xizmatini qilish jarayonida bir hadimiz menga gap qildi. Singlim mening qizim batdi, 22 yoshlarga kirdi, universitetni bitirgan, dindim yaxshi o'qidi, mashallah. Endi elchilarga kelyotdi, ammo mening qizim shu o'qishni tamomlab o'qib o'tkisi bo'lgan to'q. Bu nimada Turkiyaning sharoitida magistrlikni bitirmaguncha yaxshi xizmatlar bo'lmaydi ekan. Shuningga elchilar kiryotdi, ammo mening qizim o'qiyman deb qaytiryotdi. Endi bu dinimizdami to'y qilishni biz zo'rlayolmagan bo'lgandan keyin men endi qizimning rayiga biqib bo'pti da'vatman-yu tishirki xalqlar voy kimga belgi so'g'iydi, ajab bir odam yaratmaydi ekan, o'chka buchka degandek gaplarni qilib, u gaplarni anglasam mening ko'nglim yerim bo'lyotdi. Endi qizimninki ko'z qarashi, anas biz ikkimiz yolg'iz, men sizni baxmasam bo'lmaydi, sizning menga ajringiz bek singdi. Men o'zim shu diyonatni o'qidim, dinni o'qidim, to'y qilibmi, to'y qilib bo'lgandan keyin yo'ldoshimdan pul saqlab sizga akab bersam, erim ko'rmagan bilan Allah ko'rdigan tursa, men gunohkor bo'lib qolaman. Shuningga yo'ldoshim kelajakdagi to'y qilmoqchi bo'lgan yo'ldoshimga ig'rimni tushirmaydigan bo'p o'zimni yaxshi yetishtirsam, yaxshi bir kasbni qo'limda tutib, yaxshi bir xizmat kirib olgandan keyin xotirjam to'y qilsam, u vaqtida yo'ldoshim 10 ko'y bas 5 ko'yn tiqib anamga olib bermaymanki deydigan g'imim bo'lmaydi. Balalik majburiyatimni yaxshi ado qila olayman. Sizni hech kimga muhtoj qilmay, avval Allah onundan qalsa men o'zim yaxshi boqmay, balalik majburiyatimni yaxshi ado qilmay deb mush planlarim bor. Mushning hurmat qilsangiz deb apsiga shunda gap qildi. Men buni anglab shunchalik hayajonlandim. Kichik bir 21-22 yoshli bir qizimizdan mushundaq bir javobning kelishi, mushundaq mas'uliyatning paydo bo'lishi hammamiz faxrlanishga tegishli bir ish. Shuningga bu jamiyatdagi qarindoshlar boshqalarning qizini endi qanday cho'ng qilgan jarayonlarini, ularning arzu umidlarini biz uqmaymiz. Tishidan Öyünün içi turulib, tişi qaragan vaqtida manzillarni aydi, güzeldek turib, ba'zan insonlarninki ba'zan harakatları bizga bek kulkilikdek tuyulib qoladi. Ammo biz rasmiy shularning hayotiga, ashlarning turmugiga tushib, biz shuni yashagan vaqtida ularning haqiqiy hasratlarini tushuna olamiz. Vaqtida tushunganda kech qolgan bo'lamiz, chunki biz allaburun ularning ko'nglini ranjitib bo'lgan bo'lamiz. Endi begunoh bir insonning ko'nglini bekadan-bekaga ranjitishdan ortiq cho'ng gunoh yo'q. Endi shu nima deb qolarninki sababi bilan nurg'un xato yo'lga minib qolgan qarindoshlarimiz yo'q emas. Shuning uchun biz hech qaysimiz hech nima deb qolmasak, boshqalarning turmushiga aralashmasak, endi yaxshi ishni qildigan ishlar bo'lsa, aralashsak bo'ladi. Ammo boshqalarning ko'nglini yerim qildigan, dedikodu qildigan, g'aybat qildigan ishlarda o'zimizni uzoqqa tortib, boshqalardan qusur izlaganning o'rniga o'zimizdan izlab, boshqalarga yaxshi naf yetkazalasak, men boshqalar uchun nima ish qilib beralayman deganni o'ylasak, texim yaxshi, eng cho'ng ibodatni, eng cho'ng savobni biz qozongan bo'lamiz deb shuni yaxshi sizlar bilsam, men mashtaq bilaman. Bu shu jihatda bir hammamiz diqqat qilsak, shu qarindishimizningki qizidek
dünya ahiret hayırlık, vafadar farzandlarni hammamizga yetishtirishga Alloh nasib qilsin. Men o hadimizga dedim, nayt yaxshi o'ylabdi sizning qizingiz-da, bak yaxshi yo'l qilibsiz qizingizni. Kashki hammamizning farzandi shuni tushunadigan bo'lsa, 21 yosh turib, o'qabaldek yurgi baka, o'qabaldek mas'uliyatni ustiga olibdi. Qizingiz cho'qim uyda qolmaydi, ansir men o'qiting, o'qimaydigan vaqtida o'qitishingiz kerak. Deganidek ashtaq ishlar bo'lib qolsa, men orqaga yandiganga bir qadam olib qo'yimiz bo'lmaydi deb men tushuntirib qo'ydim. Bu to'y qilish yeshi taq to'shmagan o'qiyman degan yoshlarningki qaror berishda topolmagan yo'llarga tanlasi bo'ladigan yo'llar. Ammo yeshi to'shib ketibmi, 27, 28, 30 yoshlarga kirib ketibmi, yo'q men o'zimga tayindim, to'y qilmaydim deydiganlarga tavsiyam yolg'izlik Allohga xos. Yolg'iz atning ching chiqmas deydigan bir at so'zlarimiz bor. Shuningga bo'lsa, oila qursanglar bizning Qur'on Karimda Alloh deydi, men sizlarni ko'p yaratdim. Bir-biringlarga muhtoj qilib, bir-biringlar bilan xushal qilib, hayotni texim go'zallashtirib berdim deb bizga shu jup yashashni farz amallarning qatorida qilgan. Biz to'y qilmay yashaymiz desak, bu yaxshi bo'lmaydi. Bek tanlab ketmay, qanchalik puli bormikin, mashinasi bormikin, uyi bormikin emas, iymoni bormikin, insobi bormikin, kasbi bormikin, halol kiradigan bir yer bo'lsa meni baqalamdikin deb shunchalik o'ylasak, qog'inni bek tirmishib, ishkinglar tang qilsanglar, bu hayot bek tatlıq bir, təmlik bir hayat bo'ldi. Hammaga başlam erishib olsanglar, keyin o japada kemmay qulayli erishib qolgan narsaning ta'mini bek bo'lmaydi. Shuning uchun shu to'y qilish yeshiga yetib qolgan qarindoshlar to'y qilishni bir bisim his qilmasdan, bu bir badanimizning ehtiyoji, fiziksal ehtiyojimiz. To'y qilmagan vaqtida bizda har xil masalalar chiqadi. Her türlü hormonlarımızdan almış üçünmü bizninki to'y qilishga ehtiyojimiz bor. Bo'lmasa shu hormon masalalarimiz yaxshi hal bo'lmagan vaqtida qizlar erlardek tom gap qiladigan badanlarga har xil narsalar chiqib ketadigan shunday ahvollar bo'lib qoldi. Stressga tez kirib, achchiq yomon bo'ladigan manda ishlar bo'ldi. Er kishilardimi o'zini bak jonsiz, kuchsiz his qiladigan naydi jamiyatda g'oyasiz mandaq ishlar bo'lib qoladi. Ham to'y qilgandan keyin bir mas'uliyat tuyg'usi bo'ladi. Shuning bilan bolasi bo'ldi, oilasi bo'lgandan keyin ham oilam uchun mani qilishim kerak, bolam uchun mani qilishim kerak deb har qanday qiyinchilikqa uchursa-mu, o'zini tashlab etmay, alg'a qarab ilgirlashda cho'ng bir ishni ochgan bo'lamiz. Shuning uchun ham mush ishlarga ko'ngil bo'lib bo'lsa her birimizga yaxshi qarindoshlarimizni tavsiya qilib, shu yaxshi ishlarga vasila bo'lsak, bu hammamizninki majburiyati deb o'ylayman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Ya'ni bunaqa haftadagi darsimizda yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Alloh omonat bo'linglar. Hammanglar xayrli oqshomlar bo'lsin.